Sizni bor yo'qligingiz bu dunyoda nimani o'zgartiradi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Sizdagi qiymat nima? Bu biz soladigan uchastkami, biz minib yurgan mashinamizmi, kiyimimizmi, nimamizga kibr qilyapmiz o'zi? Ishoning, tarixda shunaqa boy odamlar o'tgan. Tillalari yashiringan xonalarni kalitini ko'tarib yuradigan 40 ta tuya bo'lardi deyishadi. Voy, belimiz chiqib ketadi agar boylik bilan bellashadigan bo'lsak. Men boylikka ko'ngil qo'yish kerak degani emas. Men avvalo nima eng qiymatli ekanligini tushunib olaylik demoqchiman. Hozir boylikka qaytib kelamiz. Ya'ni bu sizning ruhiyatingiz. Hozir 6 milliarddan kelyapmiz. Ulamolar dunyoni ikkiga bo'lishgan ekan-da. Dunyoyi kabir, dunyoyi sag'ir deydi. Hozir zamonaviy tilda makro olam va mikro olam deymiz. Eng qiziq narsa aytaymi? Bizni o'rab turgan shu 6 milliard galaktika bu dunyoyi sag'ir hisoblanadi, ya'ni kichkina olam. Bunda katta olam qayerda desa, bu sizni